alaykum. Mening ideal qomatim ko'rsatuvsani aziz ishtirokchilari. Agar sog'liq bo'lmasa, shunaqa yoki doimiy og'riq bo'ladigan bo'lsa, ishoninglar, qancha pulinglar bo'lsa ham yordam bera olmasligi mumkin. Ham qancha pulinglar bo'lsa ham. Sizni boshchiligingizda 2 oy birga hamkorlikda bo'ldik. Allohga shukr. Juda chiroyli natijalarga erishdim. O'zim nihoyatda xursandman. Chunki boshida vesim 99 kilo edi. Shu kunga qadar bugun taroziga chiqsam 77 kilo bo'libman. Wow! 2 oy bo'ldiki, mana shu 2 oy ichida men o'zimga kerakli bo'lgan foydani topdim. Ya'ni 95 kilo vazndan 83 kilo vaznga qaytdim. Barnoxonda kursiga qatnashgandan keyin 10 kundan keyin mana shu mashettagi pardalar ham yo'qoldi. Vesimdan ketish yo'qoldi. 10 kunda 6 kilodan tashadim. 2 oyda 22 kilo ves tashadim. Allohga shukr. 79 edim, hozir 57 yu 2 bo'lib 3 olib qoldim hozir. Qon bosimim ko'tarilardi. Keyin tizzamda og'riq bo'lardi, tizzamda og'riqlar yo'qoldi. 64 kiloga tushdim. 12 kilodan sal ko'proq vazn tashladim. Men bu anaqada vazn tashlashim natijasidan ko'ra menga ko'proq sog'lig'im muhim edi. Sog'lig'im o'sha qon bosimim yaxshilandi. Keyin analizlarimni topshirganimda o'zimga o'sha kam bo'lgan analiz ferritin kamida o'shalarga hammasiga o'z muolajalarimni oldim.